Demek. Shunga doir bir ikkita misollar qo'yib o'tib ketamiz. 3-misol 8-mavzu 3-misol. X katta yoki teng 2 da mana bu modulning qiymati nima chiqadi deyapti-da. X 2 dan katta bo'lgan sonlar. Misol uchun 3 sonini qo'yib ko'radigan bo'lsak, 3 ga 2 6, 6 dan 4 aylanadigan musbat. Demak, bu ifoda 2 dan katta bo'lgan, x 2 dan katta bo'lganda faqat musbat chiqaveradi. Musbatlikni ochib olamiz. Mana bu, mana shuni so'rayapmiz. Xo'p, keyingisi 8-misolda agar x'imiz -4 u 1 oralig'ida bo'lib qolsa, mana bu modullar qanday ochilishi kerak deyapti. Birdan kichkina son bor, -4 dan katta son bor. Shunday son topishimiz kerak, ikkalasining oralig'ida 0 bor. 0 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, bu manfiy bo'lib qolyapti. Demak, buni minusga to'shamiz. Chunki qarang, a sonning moduli ochiladi agar a 0 dan katta bo'lsa musbatlikda, agar 0 dan kichik bo'lsa manfiylikdan ochilishi kerak. Shuning uchun minus qo'yamiz, x -1. Bunisiga esa 0 ni qo'yadigan bo'lsak musbat, demak bu plyusga ochilib bo'ladi. Xo'p, minus ta'sir qiladigan bo'lsak -x +1 plus x +2. X'larni chiqarib ketadi, 5 chiqadi. O'shanga qarab ochiladi. Minuslikda plyuslikda ochilishiga qarab ishlaydi. Endi mana bu yerdagi holatga qaraymiz. Qarang, 4 - x kvadrat 4 - x kvadratga teng bo'lib qolyapti. Mana shu xossaga yana qayta qaraymiz. A ni o'zi a ga teng bo'ladi, qachonki a 0 dan katta bo'lsa. -y ga teng bo'ladi, qachonki 0 dan kichik bo'lsa. Demak, bu o'ziga teng bo'ladi. Demak, bu narsa katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. 4 - x kvadrat mana bu yerga tengini qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. 4 - x kvadrat 0 dan katta bo'lsin degani, -1 ga ko'paytirib olsak, x kvadrat -4 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Bu ildizlar ichi bo'lib qoladi. Ildizlar ichi degani -2 dan 2 gacha tengsizlik mavzusi. X tegishli. Mana bu javob bo'ladi. Xo'p, endi 35-misol oddiy tenglama, modul tenglama, biror bir a songa teng bo'lsa 2 ga ajratamiz dedik. Agar musbat bo'lsa, manfiy bo'lsa shunchaki bo'sh to'plam tashlaysiz. Bir marta 7 ga tenglaymiz. Bir marta -7 ga tenglaymiz. Buni ishlayotganmiz. 6x teng 18, x teng 3. Xo'p, bunisini ishlayotganmiz. 6x teng -11 da qo'yib yuboradigan bo'lsak, 4 x'imiz teng 4 taqsim 6 yoki 2 taqsim 3. Demak, javoblarimiz nima bo'lar ekan? 3 va 2 taqsim 3. Keyin bitta narsa bor, o'quvchilar, shu narsani doim eslab qolinglar. Modulda qiymati manfiy bo'lmasligi kerak, lekin tenglamaningizni yechganingizda tenglamada manfiy javoblar chiqib qolishi mumkin. Bu javob ham yechim bo'ladi, qachonki mana bu yerda turgan fx ni musbat qilayotgan bo'lsa yoki mana son oddiy son bo'lsa, minus javoblar ham yechim bo'laveradi. O'sha joyiga e'tibor bering. Ba'zi o'quvchilar shu narsani modulda manfiy javob chiqmasligi kerak deb o'ylaydi, minus javoblarni tashlab ketib qoladi. Minus javob tashlanmaydi. Faqatgina shu boyagi aniqlanish sohamizga tushsa bo'ldi. Ya'ni mana bu narsani musbat qilsa bo'ldi. Mana shu yerda ham e'tibor bergan bo'lsak, -2 dan 2 gacha bo'lgan oraliqdagi hamma sonlar buni qanoatlantiradi. Xususan -2 ga qanoatlantiradi. -2 ni qo'ysangiz ham yechim bo'laveradi. Endi mana bu misol, bu tipdagi misol va 4-tip, 3-tipdagi misollar hisoblanadi. Har birining nollarni topib olamiz. Bu nollarni topadigan bo'lsa, yig'indisi 3 ko'paytmasi 2. Bu 1 bilan 2 bo'ladi. Buning nollari plus minus 1. Demak, o'sha sonlarni son o'qida topamiz. -1, 1, 2. Endi ikkita ustimiz tushib qoldi. Demak, 3 ta son butun bir oraliqda 4 ta bo'lakka bo'ldi. Siz 4 ta tenglama yechishingiz kerak bo'ladi. Birinchi holat -8dan -1 gacha bo'lgan oraliq bo'yicha ochamiz. -8dan -1 oralig'ida -2 soni bor, misol uchun. -2 ni qo'yib ko'ramiz. -2 ni qo'yadigan bo'lsak 4, -2 ni qo'yadigan bo'lsak 6, 10 bo'ldi. 12. Musbat bo'lib qoldi. Demak, musbat bo'ladigan bo'lsa, musbatga to'shamiz endi. Kvadrat -3 -2 -2 ni qo'yib ko'ramiz. -2 ni qo'yadigan bo'lsak
bo'ladi, 4dan 1 ayirsak musbat bo'ladi. Bu ham musbatga topshirdik. X kvadrat minus 1 teng 0. Endi bu tenglamani soddalashtirib ishlaymiz. 2x kvadrat minus 3x minus 1 teng 0. Endi bu yig'indisi 3 taqsim 2 ko'paytmasi 1 taqsim 2. 9 yig'indisi 3 taqsim 2 ko'paytmasi 1 taqsim 2. Bu 1 bilan 1 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shsak 2 taqsim 2 ni beradi, ko'paytirsak 1 taqsim 2 ni beradi. Topdik, ikkita yechim topdik. Tenglamamiz yechimi bor ekan. Ikkita yechim chiqdi. Lekin menga afsus, bu ikkita yechimimiz bu oralikqa tushmaydi. Oralikqa tegishli bo'lmaganligi uchun bu qism bo'sh to'plam deysiz, tashlab olasiz. Bu yechimlarni olmaymiz. Endi ikkinchi oralikqa o'tamiz. Ikkinchi oraliq minus 1 1 oraliq. Minus 1 1 oraliq bo'yicha ochib ko'ramiz. Minus 1 1 oralikda 0 bor. 0 ni qo'yib ko'rsak musbat, demak birinchisi musbat deb ochamiz. 0 qo'yadigan bo'lsak manfiy. Demak bu manfiylikda ochilishi kerak. Minus x kvadrat minus 1 teng 0. X kvadratlarimiz ketadi, 3x yoqqa o'tadi. 3x teng 3, x teng 1. Bitta yechim topdik-ku 1. Mana bu oralikqa tegishli, mana kiradi, 1 deb olsak bo'ladi. Demak, yechim bo'la oladi. Bitta yechim topdik hozircha biz. Xo'p. Endi biz mana bu oraliq bo'yicha ishlashimiz kerak. Bu oraliq bo'yicha ishlayimizda tepasiga ishlab turamiz. Tushundilarmi? Xo'p. Misol bo'yicha tushadi. X kvadrat minus 3x plus 1 x da bizda kvadrat 47 Xo'p, endi 3-holat bo'yicha ochamiz. 1 dan 2 gacha bo'lmoqda. 1 dan 2 gacha oladi. 1 dan 2 gacha 1,5 bo'ladi, cho'maganda. 1,5 ni berib ko'ramiz. 1,5 ni kvadrati 2,25 bo'ladi. 1,5 ni ko'paytirsak 4,5 bo'ladi. 4,25 ayirsak manfiy bo'ladi. Bizga qiymat muhim emas, ishora. 1,5 ni qo'shsak 2,25 musbat bo'ladi. Bu musbat bo'lsa bu manfiylikdir. Demak, minus x kvadrat plus 3x minus 2 plus x kvadrat minus 1 teng x kvadratlarimiz ketadi. 3x teng 3, x teng 1. Qarang, keyin yana bitta narsa bor. Chegaraga to'g'ri kelib qolgan son yechim bo'ladigan bo'lsa, har ikkala oralikda ham o'sha yechim qaytalanadi. Bir marta olinadi. Demak, yechim 1 ekan. Oxirgi oralikni tekshiramiz. Endi 2 dan cheksizlikkacha bo'ladi. 2 dan cheksizlikkacha 3 bor. 3 kvadrat 9, 3 ga 9 ayirsak musbat. 9 musbat. Hammasi musbatlikda ochiladi. Musbatlikda boya bizda ochilganda bo'sh to'plam chiqqan. X kvadrat minus 3x minus 2 minus x kvadrat minus 4 teng 0. Bu tenglamani va ishlaganmiz. Yechim 1 bilan 1 taqsim 2 chiqqan. Chegarasi chiqqandi. Bu oralikqa kirmaydi. Yana tashlab yuboramiz. Demak, shu 47-misolimizda bitta oralikda yechim bor ekan. Bu ham bo'lsa 1. Javob x teng 1. Tushunarli. Demak, yana davomini ko'ramiz. 52-misol. U tepadagi misollar hammasi boya ko'rsatgan misollarning biriga tushib ketaveradi. 52-misol 4-holatdagi misol. Bu ikkiga ajratamiz. Ichidagini yozamiz. Ya'ni ichma-ich modul degan misol. 1 marta 9 ga tenglaymiz. 1 marta minus 9 ga tenglaymiz. Bunisini ishlaydigan bo'lsak 14 bo'ladi. Bunisini ishlaydigan bo'lsak minus 4 bo'ladi. Modul hech qachon manfiy songa teng bo'lmasligi kerak. Bu bo'sh to'plam bo'ladi. Bu esa yana 2 ga ajratiladi. Agar mana musbat bo'lganda yana ikkita tenglama paydo bo'lib, jami 4 ta tenglama ishlagan bo'ladi. Lekin bizda nima
nimamizga bu manfiy chiqib qoldi. Buni ishlaydigan bo'lsak, x'imiz teng 17. Bunisida x'imiz teng -11. Qarang, mana shu -10 bilan yechim hisoblanadi. Ikkita yechim bor ekan. Demak, javob 17 va -11. Xo'p, keyingi misol 58-misol. Shunga o'xshagan misollar bular belgilab ishlanadi. Keyin shu yerda bitta narsaga e'tibor berib ketasiz. A ning kvadrati A ning modulning kvadratidan bir xil qiymatga ega. Chunki kvadratdan minusni yeydi, modul ham minusni yeyish xususiyatiga ega. Shuning uchun 58-misolda mana kvadratning o'rniga mana bunday qilib modul qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar juft daraja bo'lsa, to'q darajada mumkin emas. Qolgan misollar yuqoriroqdagi soddaroq misollarni ko'rmadim, atayin bunisini ko'ryapman. Demak, nima qilasiz? Mana shu modul x ni, ya'ni modul turgan x plus 2 ni t deb belgilab olamiz. Ikkita t qo'shilgan 1 ning kvadrati teng 3t kvadrat plus 6 degan sodda tenglarga kelib qoladi. Bosib chiqasiz. 4t kvadrat plus 4t plus 1 teng 3t kvadrat plus 6. Bir tomonga o'tkazamiz. T kvadrat plus 4t minus 5 teng 0. Bu kvadrat tenglama. Yig'indisi minus 4, ko'paytmasi minus 5. Bu minus 5 bilan 1 bo'ladi. To'g'rimi? Endi biz nimani t deb belgilagan? Mana shu narsa. O'sha joyga qaytamiz. X plus 2 ning modulini bir marta minus 5 ga tenglaymiz. Manfiyga teng bo'lishi mumkin emas. Bo'sh to'plam deymiz. X plus 2 ning modulini bir marta 1 ga tenglaymiz. Va buni 2 ga ajratamiz. X plus 2 1 ga tenglaymiz. X plus 2 ni minus 1 ga tenglaymiz. Bu yerda x teng minus 1 bo'ladi. Bu yerda x minus 3 bo'ladi. Ikkalasi ham yechim bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan misollar bor. Ko'rib chiqaverasiz. Chiqmagan misollaringizni ro'yxatga tashlasangiz ko'raveradi. Xo'p, boshlaymiz. Endi mana bunday kasrli holatlar kelib qoldi. 0 ga teng turibdi. Maxrajni birinchi o'rinda teng emas deymiz. 4x plus 1 teng emas 0 deymiz. X teng emas minus 1/4. Bu aniqlanish soha qilamizda buni shunday ko'paytirib o'tkazib olamiz, tashlaymiz, uqtiramiz. Keyin modul x ni t deb belgilasak, 2ta t minus 3 ning kvadrati minus t minus 6 teng 0 bo'ladi. Kvadrat tenglama paydo bo'ldi. Bosib chiqamiz. 4t kvadrat minus 2t minus 9 minus t minus 6 teng 0. 4t kvadrat minus 13t minus 3 teng 0. Yig'indisi t minus t2 13 taqsim 4 t1 ko'paytirilgan t2 3 taqsim 4 bo'lishi kerak. Yechim 48 169 dan 48 ayirsak 125 bo'ladi. 169 169 minus 16 ni 3 ga ko'paytirsak 48 1 13 plus minus 11 taqsim 8. 24 taqsim 8 3 va 2 taqsim 8 1 taqsim 4. 1 taqsim 4. Demak, t-imiz topildi. T deb nimani belgilaganmiz? Modul x ga. Demak, modul x teng 1 marta 3 ga, modul x teng 1 taqsim 4 ga. Yechim qilib olamiz. X teng 3, x teng minus 3, x teng 1 taqsim 4, x teng minus 1 taqsim 4. Faqat bizda aniqlanish soha minus 1 taqsim 4 ni omana deb qo'ygan, shuni o'chirib tashlaymiz. Shunda bizda yechim mana bu chorak bo'ladi. Xo'p, endi bunga o'xshagan misol. Bu yoqda oddiy holat, bu yoqda oddiy holat, bu yoqda modul bor. Modul nariga o'tkazib olamiz. Nariga musbat bo'ladi. X kvadrat minus 4x minus 11 teng modulda x plus 1. Bu
Xuddiki fx'ni gxga tenglangan holatga o'xshab ikkiga ajratib ketaveramiz. X plus 1 marta bunga tenglanadi. X kvadrat minus 4 x minus 11. X plus 1 marta buni minus deyiladi. Minus x kvadrat minus 4 x minus 11. Endi buni ishlaymiz. X kvadrat minus 5 x minus 12 teng 0. Yig'indisi 5, ko'paytmasi 12. Minus 12. Yigirma besh plus 48 63. ha yaxshi. 5 bunisini ham ishlaymiz. Ikkita yechim topdik hozircha biz. X kvadrat minus 3x gapirib tuzayapman. Minus 10 yig'indisi 3 ko'paytmasi minus 10 bu 5 bilan minus 2 bo'ladi. 4 ta yechim topildi. Bu x3 bo'ldi. Yani faqat bitta narsa bor, modul musbat songa teng bo'lishi kerak, mana bu narsa musbat bo'lishi kerak. Xo'sh, Manfiy yechimlarimiz 5 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 25, 5 ga 20, 25 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak, 5, 5 dan 11 ayiradigan bo'lsak, manfiy. Mana bu ololmaymiz ekan. Minus 2 ni qo'yib ko'ramiz. Minus 2 ni kvadrati 4, minus 2 ni qo'ysak 4 ga 2 8, 12 musbat bo'ldi. Demak, bu yechim bo'lar ekan, olamiz ekan. 5 plus izosida 73. 73 dan primer nechi son chiqadi? 73 dan 9 8 chiqadi. 850 chiqishi mumkin. 8,5 deb olsak, 8,5 ga buni qo'shadigan bo'lsak, 13,5 13,5 ni bo'ladigan bo'lsak, 7,5 675. 675 ni qo'yib ko'ramiz. 7 ni qo'ygan taqdirimizda 49, 7 karra 28 musbat bo'ladi. 675 ni qo'ysak ham musbat bo'ladi. Demak, mana bu yechim bo'la olamiz. 5 plus 173 taqsim 2 ni olsak bo'ladi. Endi minusligini olamiz desak, bu minus bo'ladi. Buni 73 dan boya biz 6,5 bo'ldik. 8,5 bo'ldik. 8,5 bo'lsa 3,5, 3,5 bo'lsa 1,25 bo'lyaptimi? 1,25 bo'lsa 1,25 ni kvadrati 1,2 bo'ladi. 1,25 minusda ko'paytiryapmiz. 1001 bo'ladi. 8 bo'ladi, plus ketadi. Buni hisoblasangiz, bu 5 bo'lgan taqdirda, bu 2 bo'lgan taqdirda ham bu 7 bo'ladi, 11 dan kichkina bo'lib qoladi. Demak, minusligini ololmaymiz. Faqat yechim sifatida mana bu va mana buni olamiz. Qarang, mana shunday joylari bor. Shu aniqlanish soha fx ning moduli biror bir gx ga teng bo'lib qolganda shu 2 ga ajratib ishlanaveradi. Xuddi 2 ga ajratib ishlaysiz. 2 tadan 4 ta yechim yoki nechtadir yechim topasiz. Topgan yechimlaringiz mana shu gx ni musbat qilish kerak. Musbat qilsa olasiz. Bu aniqlanish soha, chunki modul musbat songa teng bo'lishi kerak. Bunda bizda 2 ta yechim bor ekan. Yechimlar so'ralsa shu ikkalasi ekan deb aytib qo'yiladi. Shu qolgan misollar hammasi shularga ko'rsatgan misollarga o'xshaydi. Ko'ramiz, guruhda yozishamiz.